videoda men O'zbekistondagi 20 ta to'piy blogerlarga turli mavzularda Instagramda yozib ko'raman. Massa menga javob yozdi. Bu to'g'risini aytsam, bu video meni obunachimga yoqadimi yo'qmi juda qattiq o'yladim. O'ylashim bo'lsa yoqadi. Shuning uchun davayt oldindan like bosib qo'yinglar, bo'lmasam boshladik. Tamam, xor yengilga menga nima sovg'a qiladi? Son TVga aka qachon birga video olamiz yozaman. Men mana shu sirni ko'rib turgan 313 ming obunachisi bor Instagram profildan yozaman ularga. Lekin o'zi aslida men mana shu omonxon o'l profil yuritaman, lekin obunachi ko'proq bo'lgani uchun u profilga javob yozishni bilmayman. Bo'lmasa ana endi blogerlarga yozishni boshlaymiz va birinchi bloger bu Komol Qahhorov. O'ylashim bo'yicha ular menga yaxshi javob beradilar. Va hozir ularga mana bunaqa deb yozamiz. Salom bro, yangi yilga menga nima sovg'a qilasiz? Oke, hayron. Nima bu so'z bunaqa deb o'tdim? Qani nima deb javob beradilar? No просто savol jinsda. Komol Qahhorov yangi yilga menga nima sovg'a qiladi? No, qanaqa javob berganlarini video oxirida ko'rasizlar. Va ana endi navbat keyingi blogerga. Va bu bloger Isom TV. No, juda ham ko'p inson aka qachon Isom TV bilan video qilasiz? Nimaga Isom TV videolar chiqmaysiz deb yozadi. Isom TVga aka qachon birga video olamiz yozaman. Salom bro, qachon birga video qilamiz? Xo'p, yozib qo'ydim. Bilmayman nima deb javob beradilar. No, просто вообще ichida hayajonot. Chunki men umrimni birinchi marta bunaqa qilishim. Va ana endi navbat o'sha keyingi blogerga va bu bloger Dilimi. Dilimi ancha taniqli inson bo'lmasa kerak O'zbekistonda. Nuda oxir bet sal ijod to'xtatib qo'ydilar. No, вообще-то baribir hamma xalam estaladi deb o'ylayman. Nu davayt hozir Dilimiga yozib ko'ramiz. Dilimi 4 million подписчики bor, galchkalari ham bor. Xo'p, yozamiz. Nu o'ylashim bo'yicha javob yozadilar. Nu davayt mana qilamiz. Как bilsanglar, men blogerlardan shart olib bajaradigan rubrikam bor va davayt Dilimidan qanaqa shart olamiz. Hozir shu uchun bularga yozamiz. Salom bro, 770 k. Da 770 obunachi bo'ldik. Nu bachida biz 800 ming bo'lishimiz kerak edi. Shu uchun obuna olib bosib qo'ying. Вот mana Dilimiga yozdim, jo'natsam bo'ldi. Xo'sh, yozgan narsalarim. Salom aka. Men YouTube kanalim bor edi. 770 ming obunachiga ega va yangi videomiz uchun siz bizga biron bir shart aytib bera olasizmi deb yozamiz. Jo'natdim. Ana endi Dilimidan javob kutamiz. No, o'ylashim bo'yicha yozadilar. No, har doim buni videoning oxirida bilamiz. Va ana endi navbat 4-blogerga va bu bloger Timur Alixonov. Oxirbatlar juda ham yaxshi kontent qilishga o'tib ketganlar. No, oldin ham yomon kontent qilmasdilar. No, oxirbat yanada prям o'rgan oshib boryapti. Va davayki Timur akaga ham yozib ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha javob yozadilar. No, davayki nima qilamiz? Timur Alixonovga ham xuddi Dilimiga yozgan yozamiz. Ya'ni meni YouTube videom uchun qanaqadir shart bersinlar. No, shunda ham sizlarga ham ancha qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Tasavvur qilinglar, Timur Alixonov va Dilimi shartni bajaramiz. No, o'ylashim bo'yicha menga javob qaytarishadi. Va endi bo'lsam, yana keyingi bloger bu aka-uka. Endi aka-ukaga nima deymiz? Davayt anaqa deymiz. Nimaga men tug'ilgan kunimga sovg'a bermadingiz? Takoy, ha? Nima deysizlar? No, qiziqmasin. Davayt aka-ukani asabini buzish uchun nima qilamiz? Aka-ukaga savol beramiz. Akamisiz, ukamisiz deb. Chunki aka-uka niklari. No, o'ylashim uchun bu prikol tushunadilar. No, asabiylashib ketsalar, no, unaqa bo'lmaydi 100%. No, hammaylar aka-ukaga yozib qo'ydik va ana endi yana keyingi blogerga yozamiz va bu bloger emas. Bu hozirda O'zbekistondagi men o'ylashim bo'yicha yaxshi reperlardan biri Konstaga. Konst o'ylashim bo'yicha javob beradilar. Salom beramiz. Konstaga hamma berayotgan savollar biz ham berib ko'ramiz. Ya'ni qachon yangi trek va u qo'shiq nima haqida bo'ladi? Ayt shuni so'raymiz. Вот, mana yozdim. Aka, qachon yangi qo'shiq chiqadi va u nima haqida bo'ladi deb. No, hozir seriozdan javob bersinlar. Yangi qo'shiq qanaqa chiqish haqida. No, u ham ancha interesniy, chunki sizlarga qanaqa bo'ladimi? Men Konstdan boshqa ham qo'shiqlarni eshitaman. No, menga yoqadi. Va endi Azimchik Vaynskiga yozib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka. Короче, hozir bilsanglar, Azimchikning eng populyar videolaridan biri bu maktab seriali. Bulardan 10 tadan ko'p seriyasi chiqqan уже buni. No, o'shaning yangi qismi qachon chiqadi deb so'radim va dayt mana rol o'ynayman, menga ham rol bormi deb so'radim. Rostdan Azimchik bilan chiqishim xohlasanglar kommentariyada aytib qilinglar. No, o'ylashim bo'yicha javob yozadilar. No, da menga Azimchik podpisachiganlar, no, o'ylashim bo'yicha buni ko'radilar va javob yozadilar. Ishqilib, mana shu videoda 5 kim o'rish qolmasam bo'ldi. Va endi yana keyingi mashhur inson bu o'zbek repini ajralib turadigan insoni bu Massa. Tavba, hamma hayron atrofda. Dayki Massaga mana bunaqa yozamiz. Boshida salom beramiz. Aka, qachon yangi kliplar chiqadi? Kutib qolamiz deb tillarni tashladim. No, birga qo'shiq aytaylik desam, vachita urib tashlasinlar. No, baribir Massani bilsanglar kerak. No, lekin baribir Massani alohida o'zlarining obrazlari to'yganlar, shu uchun ham alohida hurmat qilaman. Uy, Massa ko'rdilar. Massa ko'rdi meni yozganimni. No, javob yozadilarmi men bilmadim. No, buni video oxirida ko'ramiz kerakchi. O'rtoqlar, Massa hozir o'zi yozdilar. Voy, va yangi klipga sulkasini tashladilar menga. Assalomu alaykum, baho bering deb.
Вообще мощно. Вообще-то o'zi bu javobni videoni oxiriga qo'yishim kerak edi. Chunki video oxirida ham javob berganlarni qo'yib chiqishim kerak edi. Faqatgina massani qoldirdim va massa menga prям javob berdilar va baho bering deb qani klip silkasini tashlatdilar. Hozir klipni ko'rib chiqing. Da massa o'zlari sizlarga javob oldim. Juda ham zo'r chiqibdi, bro. Olov deb qo'ydim. Va hammaylar endi keyingi mashhur insonga yozamiz. Bu mashhur inson nafaqat O'zbekistonda, balkim dunyoda ham, esing davlatlar ichida ham pikdagi, dunyoda ham o'zining o'rniga ega bo'lgan YouTuber Vlad H4ga yozib ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha javob yozadilar. Mana Vlad H4ga yozaman. Вот, qaranglar. Привет, bro. Salom, bro. Я ютубер из Узбекистана. Men o'zbekistonlik youtuberman. Ты можешь меня ответить? Самое javob bera olasanmi? У меня челлендж такой, жду ответ. Chunki menda shunaqa challenge, javobni kutaman deb ularda H4ga yozib qo'ydik. O'ylashim bo'yicha menga o'xshab yozganlar juda ham ko'p. Lekin baribir javob berishlarini kutaman. Va endi yana O'zbekistonga qaytamiz va endi yana O'zbekistondagi mashhur insonlardan biri Nizomovga ham yozib ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha ular ham javob beradilar. Salom beramiz. Qachon birga video qilamiz aka deb qiladigan samak tashab qo'yamiz. Ya'ni qachon Nizomov bilan birga video qilamiz. Vashita sizlarga qiziqmi? Как Nizomov bilan birga video qilishimiz, ya'ni qaysidir challenge'imizda yoki qaysidir berki bachog'imizda birga qatnashishlari. Agarda qiziq bo'lsa, ayting, sizlar buni menga bildiringlar, kommentariyda yozasizlar yoki like bosinglar. Davlat aktivist bildiringlar. Va endi navbat keyingi mashhur insonga yozib ko'rishga. Va bu mashhur inson Munisa Rizayeva. Javob bermasliklari ham mumkin. Unda ayting hozir Munisa Rizayeva mana 6 million подписчиклар bor. Bizga ham nasib qilsin. Просмотрено. Munisa Rizayeva meni so'rsim ko'rgan ekan просмотрено. Давайте demak yozsam o'qish mumkin. Davайте Munisa Rizayevaga yozamiz. Assalomu alaykum opa. Asl Vayn bilan birga aytgan qo'shi g'iyla qachon chiqadi? Mana zaпрос qoldirdik va o'ylashim bo'yicha Munisa Rizayeva buni ko'rib aniq javob beradilar. Hammaylar endi bundan keyin mashhur insonga yozib ko'ramiz va bu Dudosh. Dudoshga ham har doimdek boshqalarga yozganimda yozdim. Ya'ni qachon birga video qilamiz deb. Chunki men hozir ko'proq kollaboratsiya qilishim kerak deb o'ylayman va ko'proq kollaboratsiya qilib tezroq boshqa avtorlarga ham o'zim ko'rsata olaman deb o'ylayman. Va endi yana keyingi mashhur insonga yozamiz. Va bu o'zbek YouTube'ida o'zlarini alohida o'rinlarga ega bo'lgan Kunduzi. Mana Kunduziga ham yozib qo'ydik. Mana Kunduziga nimaga YouTube'ga video qo'ymayapsiz? Obunachilaringiz sizni sog'inadi deb yozdim. Demak Kunduziga yozib qo'yildi. Bular ham ertaga javob yozadilar deb o'ylayman. Va endi keyingi mashhur inson bu Aslanboy. Davayta uni qilamiz. Aslanboy tanidigan davayta like bosin. Shundan bilamiz. Davayta like bosib qo'yinglar va men hozir Aslanboyga yozaman. Wow, Aslanboyga yozib ketyapman, zo'r bormanda. Bu ham bo'lsa bizlar Aslanboy bilan quest videosini olganmiz va hamma o'sha videoni davomini so'raydi. Давайте Aslanboydan so'raymiz. Aka, qachon quest ikkinchi qismini olamiz deb. Bo'ldi, mana yozordim. O'ylashim bo'yicha Aslanboy buni ko'rib javob yozadilar va quest davomini qachon olishimizni aytadilar. Lekin to'g'ri aytadigan bo'lsam, questni ikkinchi qismini olish Aslanboyga bog'liq emas. Ya'ni menga ham bog'liq emas lekin. Bu prosta o'sha questga bog'liq. Ya'ni quest topolmaymiz. Va 16-chi bo'lib yozadigan mashhur insonimiz bu Yakutza. Va endi navbat Yakutzaga. Xo'sh, qani Shohruz Yakutza javob berdilar menga. Salom, bro, ishlar qalay? Qachon birga video qilamiz? Mana. Va endigi mashhur inson bu Doniyor Qayumov. Xo'sh, men Doniyor Qayumovga ham yozdik va assalomu alaykum aka. Aka, qachon birga video qilamiz? Men youtuberman. 770 mingdan sal ko'proq auditoriyamiz bor. Shunga javobingizni kutaman deb yozib qo'ydim. O'ylashim bo'yicha Doniyor Qayumovga mana pavs tushmaydilar. Va endi keyingi mashhur inson bu Durdona Qurbonova. Va davayte dilimiga yozgam deb o'ylagan, xuddi o'sha yozaman. Mana Durdona Qurbonovaga yozib qo'ydim. Ya'ni nima deb yozdim? Bilsanglar, bizlarning blogerlik bergan shartni bajaramiz degan videomiz bor va o'sha video uchun shart etsizlar qanaqadir. Masalan, 100 ta limon ye yoki boshqa har xil shart etsa o'shani bajaramiz deb yozib qo'ydim. Javob yozadilarmi yo'qmi buni ertaga ko'ramiz. Va endigi biz yozadigan mashhur inson Jahongir Xo'jayev. Davay Jahongirga ham xuddi shunaqa yozamiz. Keyingi video uchun shart etsizlar, to'g'rimi? Shunaqa bo'lsa qizarroq bo'ladi. Chista dilimiga yozganimni kopiyat qilib olsam ham bo'ladi. Вообще реально o'zimda hayajon bor. Bo'ldi. Реально o'zimda hayajon botdi. Va endi eng oxirgi mashhur inson bu Mo'min Life. Ashe Instagramda qachon yengurung olib chiqayotgan inson. Shu uchun ham Mo'minga yozamiz. Давайте, bularga ham xuddi o'sha gap, ya'ni keyingi video uchun qanaqa shart etib berishni so'raymiz. Mana ko'rib turibsizlar, videoda aytilgandek o'sha mashhur O'zbekistonda ko'zga ko'ringan mashhur 20 ta taniqli insonga, blogerga, qo'shiqchiga, vaynerga xolos yozdik hammasiga. Endi uni bir kundan keyin kim javob berar ekan? Hammaylar bo'lmasa, dayki men bir kun kutaman. Sizlar uchun bu bir kun barmoqim shiqlatgandan o'tib ketadi. Ishonmaysizlarmi? Unda mana
Va nihoyat oradan kiraylik vaqt o'tdi va oradan hozir 15 soatcha o'tdi va ana endi ochamiz va birinchi bo'lib javob bergan inson bu o'sha massa va massaga yozganimdan keyin ular hali beri qaytib yozmadilar. Men yozganimga javob bergan keyingi mashhur inson bu Kamol Qahhorov va esingizda bo'lsa Kamol Qahhorovga salom bro, yangi yilga menga nima sovg'a qilasiz yozdim va ular Tesla S deb yozdilar. No, esingizda qolsin, kimdir sizlarga Tesla sovg'a qilayotgan paytda rahmat deyilishinglar kerak. Bo'ldi, ertaga olishga boraman dedim va undan keyin menga galsoy tashladilar. Bo'laveradi. No, erta bugun edi. Bugun ertamidi? Bilat, adashib ketdim. Короче, ertaga Komillik oldiga boraman, Tesla'ni olishga. Eshitib so'rasam kuzatib boringlar. No, Instagram profilim Omonxon Org. Hozircha ikkitadan javob berdi. No, meni asab buzilgani juda ham O'zbekistonning eng mashhur insonlaridan biri. Men yozganimni ko'rdi-da, lekin javob bermadi. Bu inson Munisa Rizayeva. Birinchi yozganimni ko'rdi, javob bermadi. Undan keyin yana bir marta yozdim. Javobingizni kutaman deb. Что, yana eslatdim o'zim borligimni, lekin baribir ham javob kelmadi. No, bu bilan shunaqa kibrli yoki unaqa degan ma'noni bildirmoqchi emasman. Chunki baribir men o'zim bizda demasaki, avtor yig'ilib biz ham tushamiz. Juda ham qiyin hammasini ushlash. No, baribir ham aytib qo'ysalar kontent bo'lardi. No, keyingi reaksiya bildirgan mashhur inson bu Durdona Qurbonova. No, Durdona Qurbonova yagona reaksiyalari bular men yozganim o'qiganlari. Assalomu alaykum, men YouTuberman, 770 mingdan oshiq avtoramiz bor va yangi videomiz uchun siz bizga biron bir shart bera olasizmi degandim. Buni o'qidilar. Prям 13 soat oldin. Lekin javob bermadilar. Undan keyin javobni kutaman yozdim, hali ko'rmabdilar. Javob bermasalar kerak. No, agar javob bersalar, qanaqadir zadaniya bersalar, men uni 100% o'sha shart bajargan videomizga qo'shaman. No, lekin hozircha ignordaman. No, buni xafa bo'lish kerak emas, chunki menga O'zbekistondagi prям eng yaxshi youtuberlardan biri menga javob yozdilar. Va bu Isom TV. No, shunaqa Isom TV javob yozdilar. Nasib qilsa qilamiz yozdilar. Da xudo xohlasa nasib qilsa bo'ladi. Unda kutamiz akam deb yozib, undan keyin как голосуйda, что aytdim, что bu video, shu video uchun yana sal noto'g'ri masala deb o'yladim. Ular ha, yangilikni ham tinmaysiz-a, ko'rasizlarmi? Bizda to'xtovsiz mehnat qilamiz. Va buni odamlar biladi. Mana bugun mana 31-dekabrda men shu video masalan olaman va yangi yil kuni ham siz uchun kontent qilish xohlayman. Va shu uchun davaychi sizlar menga podдержка qilib, albatta like bosib qo'yinglar va 8000 obunachiga joyga qoldi. 8000 obunachiga men chiqaringlar. Davaychi o'rtoqlar, men prям har kuni syomka qilaman. Zato sizlarga qiziq bo'ladi. Va keyingi reaksiya bildirgan mashhur insonlardan biri bu Dudosh. Ya, Dudosh xullas ko'rdilar. Salom, qachon siz bilan birga video qilamiz deb yozgandim. 3 soat oldin ko'rdilar, lekin javob yozmadilar. No, zato menga javob bergan insonlar hali yana bor va bu Nizamo. Esingizda bo'lsa, men Nizamoga assalomu alaykum aka, qachon birga video qilamiz yozgandim va ularning javoblari. Ani meni kimligimni bilasizmi deb yig'lagan qiz bilan yana bitta video qilganingizda. Bala. No, siz bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, ko'rmaganmisiz? No, mana. Siz nimaga meni tushunmaysiz? Adam baribir ham bermaydilar. Ana endi esadingizmi? Mana shu videoni men qachondir olganman va haligacha afsuslanaman. No, yana qachon boshqa video olsang tushaman deb как prikol qildilar. No, tushunmayotgan uchun. No, men ham unda bir video qilmas ekanmiz deb prikol qilib qo'ydim. No, o'ylashim bo'yicha hali Nizamo bilan biz juda ham ko'p video qilamiz. Va menga mashhur insonlar ichidan menga javob yozgan eng oxirgi inson bu o'zimiz akalardan biri aka-uka. Aka-ukaga yozgandim, prikolniroq bo'lish uchun. Salom aka. Aka-uka, siz akamisiz, ukamisiz yozgandim. Keyin bilsam aka-ukalar ikkalarida ham bitta profil bor ekan va menga bilmadim, akalari mana shu javob berdi. Men ham borman. Ana akalamizda ham aka borda, akalarning akkaunt bor. Undan keyin menda ham savol paydo bo'ldi va u no hop. Shunda kim aka, kim uka degan savolni berdim. Menga hali javob berishmadi. Menga javob bergan hammaga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. No, ciao.